mahallasida istiqomat qiluvchi Safarov Shamsi bo'laman. Shu bank mahalla orqali bankdan 15 million kredit olganman. Shu kreditga tovuq, mol sotib, 10 million daromad qilayotgan bo'lsak, shuni 20 millionga chiqaramiz deb harakat qilyapmiz. Tavuklarga mollar dalada yovonda qarab yotibmiz. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi degan umiddamiz. Boshlayman. Assalomu alaykum. Men Paxtachi tumani Boş, şunu korup yatıyor.